Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga pensiya to'xtatildi. Hukumat bayonot berdi. Endi kimlargadir pul berilmaydi degan gaplar ko'payib ketdi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan oila bor. Eng xavflisi shuki, odamlar vahimaga tushib nima qilishni bilmay qolmoqda. Bank kartiga pul tushmayapti. Pensiya kechikyapti. Menga ham to'xtatishadimi degan savol ko'paymoqda. Men bugun sizga mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya qachon to'xtatilishi mumkin? Qachon bu shunchaki texnik kechikish bo'ladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday hujjat tayyorlash kerak va qayerga murojaat qilish lozim? Iltimos hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni har bir pensioner va uning farzandlari bilishi shart. Uning farzandlari bilishi shart. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Ham pensionerlardan tortib olinmayapti. Ya'ni hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda pensiya vaqtincha to'xtatilishi, ushlab turilishi yoki tekshiruvdan keyin qayta tiklanishi mumkin. Mana shu joyni odamlar ko'pincha chalkashtirib yuboradi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida pochta orqali yoki mahalla orqali olardi. Keyinchalik bank kartalariga o'tkazish kengaydi. Hozir esa tizimlar elektronlashdi. Pensiya tayinlash, to'lov qilish, shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish, yashash joyi, o'lim holati, nogironlik muddati, ishlayotgan, ishlamayotganlik, chet elga chiqish kabi ma'lumotlar turli davlat bazalari orqali solishtiriladi. Bu bir tomondan yaxshi, firibgarlik kamayadi. Hujjat qalbakilashtirish qiyinlashadi. Ortiqcha navbatlar qisqaradi. Lekin ikkinchi tomondan oddiy odam uchun muammo tug'iladi. Ba'zida xato chiqsa ham pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotida bitta harf xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartaning muddati tugagan bo'ladi. Yoki pensioner uzoq vaqt davomida pensiyasini yechmagan bo'ladi. Yoki nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro tibbiy qayta ko'rikdan o'tish muddatini unutgan bo'ladi. Tizim buni aniqlanmagan holat deb ko'rib, to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya to'xtadi degani darhol davlat pulini bermay qo'ydi degani emas. Avval sababini aniqlash kerak. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar haqida gaplashamiz. Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Pensiya faqat kimdir xohlagani uchun to'xtatilmaydi. Buning huquqiy sababi bo'lishi kerak. Lekin quyidagi holatlar bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Birinchi holat, pensiya bir necha oy davomida olinmagan bo'lsa. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan yetim 2 yoshli onaxonning farzandlari Rossiyada bo'ladi. Onaxonning o'zi esa qishloqda yashaydi. U kartadagi pulga tegmaydi, kerak bo'lsa keyin olaman deb 6-7 oy yechmay yuradi. Tizimda bu holat pensioner tirikmi, o'zi pulni olyaptimi yoki hisobdan foydalanilmayaptimi degan savol tug'dirishi mumkin. Shunda to'lov vaqtincha tekshiruvga tushadi. Bu pul yo'qoladi degani emas. Pensioner o'zi borib shaxsini tasdiqlasa, to'lov qayta tiklanadi va tegishli summalar qaytarib berilishi mumkin. Ikkinchi holat. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng ko'p muammo qayta tibbiy ko'rik muddati bilan bog'liq. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga belgilangan bo'lsa, uning muddati tugaganda fuqaro tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tishi kerak. Agar u men avvaldan olib yuribman-ku deb bormasa, tizim nogironlik muddati tugaganini ko'radi va pensiya to'lovini to'xtatadi. Bu juda muhim. Nogironlik muddasiz belgilangan bo'lsa boshqa gap, lekin muddati bor bo'lsa har yili yoki belgilangan vaqtda ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Uchinchi holat, boquvchisini yo'qotganlik pensiya oladigan oilalar. Bu pensiya ko'pincha bolalarga, o'quvchilarga, talabalarga bog'liq bo'ladi. Masalan, bola 12 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqida ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, pensiya to'xtashi mumkin. Yoki talaba o'qishni sirtqi shaklga o'tkazsa, chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa, bu pensiyaga ta'sir qiladi. Shuning uchun har bir oila farzandining o'qish holatini pensiya jamg'armasi bo'limi bilan aniqlashtirib turish kerak. 4-holat, chet elga ketgan pensionerlar. Ko'pchilik ota-onalar farzandining yoniga Qozog'iston, Rossiya, Turkiya yoki boshqa davlatga borib bir necha oy qoladi.
Bu o'zi jinoyat emas albatta. Lekin uzoq muddat yashash, doimiy yashashga chiqish, hujjatlarni o'zgartirish, yashash manzilida ro'yxatdan chiqish kabi holatlar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner O'zbekistonda ro'yxatda turibdi, kartaga pul tushyapti, lekin o'zi 1 yildan beri chet elda. Tizim yoki tekshiruv organlari pensionerning huquqiy maqomi qanday deb so'rashi mumkin. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotganlar oldindan hududiy pensiya jamg'armasiga maslahat uchun murojaat qilgani yaxshi. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi. Masalan, pasport yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski, yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan, yoki JSSR raqami noto'g'ri kiritilgan. Oddiy ko'rgan bunday xatolar ham to'lovni ushlab qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Odam pensiyamni bekor qilishdi deb keladi. Tekshirib qaralsa, bank kartasi muddati tugagan, xolos. Yangi karta ochiladi. Ma'lumot yangilanadi, pul tushadi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari to'liq, pensiyani har oy olayotgan, bank kartasi faol, qayta ko'rik muddati tugamagan, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan pensionerlar ortiqcha xavotir olmasin. Lekin shunga qaramay, men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z pensiya holatini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Bu xuddi sog'liq profilaktikasiga o'xshaydi. Kasal bo'lmasdan oldin ko'rikdan o'tish foydali. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon har oy 1.900.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasi muddati iyun oyida tugagan. Otaxon buni bilmaydi. Chunki karta uyda turadi. Pulni esa nevarasi bankomatdan yechib berardi. Iyul oyida pul tushmagandek ko'rinadi. O'yla darrov pensiyani to'xtatishibdi deb vahmaga tushadi. Aslida esa muammo karta bilan bog'liq. Bankka borib yangi karta olinadi. Pensiya jamg'armasidagi rekvizitlar yangilanadi. Keyingi to'lovlar tiklanadi. Bu yerda hukumat pensionerni jazolagani yo'q, texnik masala bo'lgan. Ikkinchi misol. 55 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik muddati 1 sentabrgacha belgilangan. Ayol shifoxonaga borishni kechiktiradi. Komissiyaga hujjat topshirmaydi. Oktabr oyida pensiya tushmaydi. U nega meni ro'yxatdan chiqarishdi deb norozi bo'ladi. Aslida qonun bo'yicha nogironlik muddati tasdiqlanmasa, pensiya davom ettirilmaydi. Qayta ko'rikdan o'tgandan keyin agar nogironlik tasdiqlansa, to'lov qonunda belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqiladi. Uchinchi misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila 2 nafar farzand uchun pensiya oladi. Katta farzand 15 yoshga to'ladi va kollejdan keyin universitetga kunduzgi o'qishga kiradi. Lekin oila o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etmaydi. Natijada tizimda o'yindagi yoshga to'ldi, asos tugadi degan holat paydo bo'ladi. To'lov qisqarishi yoki to'xtashi mumkin. Agar oila o'z vaqtida o'qish ma'lumotnomasini topshirganida muammo bo'lmasdi. 4-misol, 75 yoshli buvining pensiyasi kartaga tushadi. Buvining farzandi kartani olib, har oy pulni yechib yuradi. Buvining o'zi esa kasal, bankka bormaydi, imzo qo'ymaydi, hech qanday tasdiq bermaydi. Bunday holatda huquqiy xavf bor. Chunki pensiya pensionerning o'ziga tegishli. Agar pulni boshqa shaxs ishlatayotgan bo'lsa, ishonchnoma bo'lishi kerak. Aks holda keyin oilaviy nizo chiqadi. Bir farzand pulni akam olib qo'ygan deydi. Boshqasi men dori darmon oldim deydi. Shuning uchun keksa pensioner o'rniga pul oladigan shaxs notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini tartibga keltirishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya to'xtatilishi va pensiya kechikishi bir xil narsa emas. Kechikish bank tizimi, bayram kunlari, texnik uzilish, rekvizit xatosi yoki moliyalashtirish jadvali bilan bog'liq bo'lishi mumkin. To'xtatilish esa odatda huquqiy sabab bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darhol vahima qilmang. Lekin 3-5 ish kuni o'tsa va hech qanday tushuntirish bo'lmasa, albatta murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro ishlashni boshlagan, daromadi yoki maqomi pensiya turiga ta'sir qiladigan holat yuz bergan, lekin bu haqda xabar bermagan yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishdan chetlashtirilgan. Ammo oila pensiyani olishda davom etgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'raladi. Ba'zida odamlar men bilmaganman deydi. Lekin bilmaslik ko'pincha majburiyatdan ozod qilmaydi. Shu sababli har qanday o'zgarish bo'lsa, pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Uchinchi nozik jihat. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechish juda jiddiy masala.
Afsuski hayotda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin yaqinlari kartadagi pulni yechib oladi yoki keyingi oy tushgan pensiyani ham ishlatadi. Bu qonuniy muammo keltirib chiqaradi. Pensioner vafot etgan kundan keyingi to'lovlar qayta hisoblanadi. Dafn puli, meros, oxirgi oy uchun to'lov kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda yashirmasdan darhol tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. 4-nozik jihat ishonchnoma muddati. Agar pensioner yurishga qiynalsa va pensiyani boshqa odam olsa, ishonchnoma rasmiy va amalda bo'lishi shart. Ishonchnoma muddati tugasa, bank yoki to'lov tashkiloti pul berishni to'xtatishi mumkin. Bu ham pensiya bekor qilindi degani emas, vakolat muddati tugadi degani. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa masala hal bo'ladi. 5-nozik jihat yashash joyini o'zgartirish. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldi, lekin ro'yxat va pensiya hujjatlarini ko'chirmadi. Bir muddat hammasi joyida bo'lishi mumkin. Keyin ma'lumotlar solishtirilganda savol paydo bo'ladi. Ayniqsa doimiy propiska, vaqtincha ro'yxat, bank filiali va pensiya bo'limi turli hududlarda bo'lsa, kechikish ehtimoli oshadi. Ko'chganingizda o'zi avtomatik bo'lar deb yurmasdan mas'ul bo'limga murojaat qiling. 6-nozik jihat. Odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarni hukumatning rasmiy qarori deb qabul qilmoqda. Aslida rasmiy axborotni faqat vakolatli davlat organlarining saytlari, rasmiy Telegram sahifalari, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi yoki hukumat portallari orqali tekshirish kerak. Kimdir ertadan hammaning pensiyasi to'xtaydi deb yozsa, bu bayonot emas. Rasmiy bayonotda aniq norma, sana, tartib kimlarga tegishli ekani ko'rsatiladi. Men sizlarga doim shuni maslahat beraman. Biror xabarni ko'rsangiz, avval manbasini tekshiring. Endi eng kerakli qism, agar pensiyangiz tushmasa yoki to'xtatilganini aytsa, nima qilasiz? Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Bank ilovasida hisob faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta boshqa filialga bog'lanmaganmi? Shularni aniqlang. Banka pasport yoki ID karta bilan boring. Agar karta muammo bo'lsa, yangi karta oching va uning rekvizitlarini pensiya jamg'armasiga yetkazish kerakligini so'rang. Ikkinchi qadam, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'limiga boring. Yoningizda pasport yoki ID karta, JSHIR pensiya daftarchasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, telefon raqamingiz bo'lsin. Agar nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, tibbiy xulosa va nogironlik muddati haqidagi hujjatni oling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lov to'xtatilgan yoki kechiktirilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qonuniy tartibda qayta tiklashni so'rayman. Arizaning kirim raqamini oling. Bu juda muhim. Kirim raqami bo'lsa, murojaatingiz yo'qolib ketmaydi va javob talab qilish imkoningiz bo'ladi. 4-qadam. Agar siz yurishga qiynalsangiz, farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin hujjatlar qonuniy bo'lsin. Oddiy o'g'lim boradi degan gap hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda notarial ishonchnoma talab qilinadi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang yoki mahalla. Ijtimoiy xodim orqali tartibni aniqlang. 5-qadam. May Bogdagov uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyatini tekshiring. Hamma pensioner internetdan foydalanmasligi mumkin, lekin farzandlari yordam berishi mumkin. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, u ro'yxatdan o'tadi, javob muddati bo'ladi, hujjatlarni skaner qilib yuborish mumkin. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermang. Pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, bank ilovasi, parolini hech kimga aytmang. 6-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi idoraga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi vakolatli organlarga murojaat qilish mumkin. Har bir murojaatda avvalgi ariza nusxasi, javob xati, bank ko'chirmasi, kerakli hujjatlarni ilova qiling. Menga pul bermayapti deb umumiy yozishdan ko'ra. Aniq yozing. Qaysi oy, qancha so'm, qaysi pensiya turi, qaysi bo'lim, kim bilan gaplashdingiz. 7-qadam, bank ko'chirmasini oling. Ba'zida pensioner pul tushmadi deydi. Lekin bank ko'chirmasida
pul tushgani va yechilgani ko'rinadi. Bu holda masala pensiya emas, karta xavfsizligi yoki oilaviy foydalanish masalasi bo'lishi mumkin. Agar sizning roziligingizsiz pul yechilgan bo'lsa, bankka va kerak bo'lsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilinadi. 8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport, bank rekviziti, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, ariza nusxasi, javob xatlari, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma. Ko'pchilik muammoga duch kelganda hujjat qidirib qoladi. Tartibli papka qilib qo'ysangiz, har qanday tekshiruvda o'zingizni himoya qilasiz. Men yana alohida ogohlantiraman. Vositachilarga pul bermang. Pensiyangizni tez tiklab beraman. Ichkarida odamim bor. Arizangizni navbatsiz o'tkaman deganlarga ishonmang. Pensiya masalasi qonuniy tartibda hal qilinadi. Agar hujjatingiz joyida bo'lsa, sizning haqingiz bor. Agar hujjatda muammo bo'lsa, uni pul bilan emas, to'g'ri hujjat bilan hal qilish kerak. Ikkinchidan, rasmiy bo'lmagan Telegram kanallarga pasport va karta ma'lumotlarini yubormang. Firibgarlar aynan shunday vahimali xabarlardan foydalanadi. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun anketa to'ldiring. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting deydi. Hech qachon SMS kodini bermang. Davlat idorasi sizdan bank ilovasi parolini yoki SMS kodini so'ramaydi. Uchinchidan, pensionerning kartasini doimiy ravishda boshqa odam ishlatib yurishi xavfli. Agar bu oilaviy kelishuv bo'lsa ham. Keyinchalik nizo chiqmasligi uchun hammasini qonuniy qiling. Pensionerning roziligi ishonchnoma xarajatlar hisob bo'lsin. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lgan oilalarda bu juda muhim. Xulosa qilib aytaman. Pensiya bo'yicha tarqalayotgan vahimali gaplarning hammasiga ishonib ketmang. Pensiya ommaviy bekor qilinayotgani yo'q. Lekin ayrim holatlarda pensiya to'lovi qonuniy sabablar, hujjatdagi xato, bank kartasi muammosi, nogironlik muddati tugashi, o'qish ma'lumotnomasi berilmagani, chet elga uzoq muddat ketish yoki shaxsni tasdiqlash zarurati sabab vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l sababini aniqlash, yozma ariza berish. Hujjatlarni tayyorlash va rasmiy tartibda tiklash. Agar sizning pensiyangiz tushmagan bo'lsa, bugun birinchi navbatda bank kartani tekshiring, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ariza kirim raqamini oling va javobni yozma talab qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, hujjatlarini bir joyga yig'ib qo'ying. Nogironlik yoki o'qish muddati kabi muhim sanalarni kalendarga yozib qo'ying. Sizlardan iltimos, kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi yoki kechikish bo'lyaptimi? Qanday muammoga duch keldingiz? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onasi bor tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.